Payloq tumanida dehqonchilikni sir-sinoatini puxta biladigan usta dehqonlar, sohibkorlar, milishkorlar juda ham ko'plab topiladi. Bugun biz mana tumanda tuman hokimligining vakili Bahodirjon Husanov bilan birgalikda Zafarjon Abduhamidovning fermer dalasiga kelib suhbatlashib turibmiz. Zafarjon albatta mana yangi texnologiyalarni joriy etyapti. Dehqonchilikda yaxshi natijalarga erishyapti. Yosh bo'lishiga qaramasdan mana ko'plab ish o'rinlarini yaratyapti. Qolaversa, viloyatimizda, respublikamizda meva sabzavotga bo'lgan ehtiyojini qondirishda o'zining munosib hissalarini qo'shyapti. Endi Zafarjon ish tajribalarini o'zi fikrlarini bayon etsa, marhamat. Assalomu alaykum. Asoslar. Zargarnigo'roy va Azoray fermer xo'jaligimizda 40 gektar dala maydonimiz bor, yer maydonimiz ochiq yerimiz. Undan biz 30 gektar yerni yomg'irlatib sug'orish, tomchilatib sug'orish yangi texnologiyalarni joriy etdik. Unda 30 gektar yerimizda yomg'irlatib, tomchilatib sug'orish yangi texnologiyalarni joriy etganmiz. Mana yangidan chiqqan hozir yangi texnologiyalarimizda quyosh panellari o'rnatyapmiz. Quyosh panelini o'rnatdik, 50 kW ishlab beradi bizga soatiga. Yangini qo'ydik uni. Bizda yangi texnologiya joriy qilish uchun biz yangi 3 ta traktorimiz bor, texnologiyalarimiz. New Holland TD5 bitta katta traktorimiz bor, haydov traktori, Belarus 1025 traktorimiz bor, Belarus 80 traktorlarimiz bor. Bizlarga u ish sifatini oshirishda katta yordam beryapti bizga. Bizda elektr energiyani tejash uchun mana bu quyosh panelimiz bizga juda katta yordam beryapti. Biz nasoslarimiz, artizanlarimiz ishlashiga bizga katta yordam beryapti. Elektr energiyani tejashda bizda tomchilatib sug'orish, yomg'irlatib sug'orish texnologiyalarimiz ham xuddi shunday elektr energiyani suvni tejashda, unumdorlikni oshirishda bizga katta yordam beryapti. Xo'sh, biz oldinlari bu yerda ariqlardan suv olardik-da, katta ariqlardan katta nasoslarda olardik. U nasoslarimiz elektr energiyani juda ko'p rasxod qilardi. Bizga ko'p elektr energiyadan ko'p pul to'ladik davlatga. Yiliga 200 million, 300 milliongacha suv uchun pul to'laganmiz. Hozir mana bu yomg'irlatib sug'orish, tomchilatib sug'orish texnologiyasini joriy qilganimizdan beri bizga bu 3, 4, 5 barobargacha arzonlashtirib beryapti elektr energiyani. Suvni ham kam rasxod qilyapmiz, kam ishlatyapmiz. Bizlarga unumdorlik ko'p bo'lyapti. Nam chiqishi, nam urish, yerga nam urishi zo'r bo'lyapti. Unumdorligimiz bir barobarga oshib ketdi. Bug'doylarimiz, g'alla ekamiz, biz g'allaga, tumanimiz g'allaga mutaxassisligi g'alla bo'lgani uchun g'allalarimiz ham yomg'irlatib sug'orish, tomchilatib sug'orish texnologiyalari bilan sug'oryapmiz. Har yilgidan ko'ra oldin 3-4 yil oldingi g'allalarimizdan ko'ra hozirda g'allalarimiz 70-80 sentnergacha g'alla olyapmiz. Bu yilgi g'allalarimizdan Xudo xohlasa nasib bo'lsa 100 sentnergacha g'alla olishni rejalashtiryapmiz. Shu fermer xo'jaligimizda ishchi o'rinlari kamida 100 tadan ziyod odamga ishchi o'rin, bo'sh ish o'rin yaratganmiz. Ishlaydi, ishlarimiz, odamlarimiz bor, Xudoga shukr. Shuning orqasidan davlatimizga, xalqimizga xizmat qilyapmiz, meva sabzavot yetkazdiryapmiz. Mahsulotlarimiz g'alla, ekinlarimiz bor, uzumzorlarimiz bor. Hamma meva sabzavotlarimiz bor. Hozirda dalamizda sabzimiz tayyor bo'lib turibdi. Sabzimizni bozorga chiqardik. Xalqimizga xizmat qilish uchun arzon narxlarda sabzini chiqarib sotyapmiz bozorda. 90 bosdi ekinlarimiz, sarimsoq, piyozlar ekib qo'yibmiz 2 gektar dala maydonida ochiq yerda. Sarimsoq, piyozlarimiz yam-yashil bo'lib ko'klab turibdi. Erta bahorda nasib bo'lsa Xudo xohlasa ular bozorga chiqaramiz. Hammasi xalqimizga xizmat qilish uchun, yurtimizni to'qligi uchun, bozorlarimiz, dasturxonlarimiz to'kin bo'lishiga xizmat qilish uchun el yurt xizmatida yuribmiz. Mehnatda chaqqon kamtarin inson, yig'ib tirdingdan jon bobo dehqon. Mehnatda chaqqon kamtarin inson, yig'ib tirdingdan jon bobo dehqon. Belingda belbog' qilding bog'roq, belingda belbog' qilding bog'roq. Tilagi oppoq jon bobo dehqon, tilagi oppoq jon bobo dehqon. Qo'lingda ketmon, mehnatda chaqqon, yig'ib kirdingdan jon bobo dehqon, jon bobo dehqon.
chaqqon yig'ib terdingdan jon bobo dehqon, jon bobo dehqon. Sen borgan joyda yashillik bunyod, qo'lida ketmon, mehnatda chaqqon, elga mehribon, jon bobo dehqon. Quyosh hamrohing har tong ertalab, mo'l hosil olding yerni erkalab, yig'ib terib don, to'ldirib xirmon, mehnatda javlon, jon bobo dehqon. Kamtarin inson, mehnatda chaqqon, elga mehribon,